Qanday yaxshi ko'rinib turasiz? Bu do'stimizning aka ushbu pechkani hozir olib ketadi. Pechkaning eng yaxshisini olib ketdi. Ota-enangizga qo'yib berasiz-a? Aka, to'g'ri, bulchi o'ta qalin listga solganda qarasangizlar aka. 4,5 lik listga solgan. Keling, ichida bir taraf ko'rsatib qo'yamiz. Ichini obrot ko'rib o'tasizlar, o'ta bombada, o'tin, ko'mir, neni solsangizlarcha baridan jирный qilib desib qo'yib beradi. Bu yerda mondo qaloq bor. Aka, qaloqni ham ko'rib o'tasizlar. Qiynal boshlada boyagi qaloq qilib qo'yasizlar. Aka, pechkaning cho'nligida o'ta uchun qamoqdan qolgan turlarini tushirib tashlasangiz bo'ladi. Aka, ichini tartib qo'yamiz aka. Ko'ringizlar to'g'ri, qarangizlar. Aka, bismillahirrohmanirrohim. Endi ikkinchi jag'iga kelib turamiz. Bu yerga chayda qo'yib qo'ysangiz, chayda qo'shimcha qaynayveradi. Endi o'sha pechkani olasiz, yaxshi undirga uringiz aka. Ota-enangiz sizga yaxshi tamoqlar tushirib bersin, jengashkada pishirib bersin deganday. Bu hozir pechka qayerga ketdi? Qurshoqqa ketdi. Nega to'g'ri, qurshoqdanlar bo'lsa o'sha pechka sizlarda bor. Единственный pechka, bir pechka qurshoq bor. Pechkanda turlari ko'p. Aka, qanday ishini ustunlar ekan, sunishtaysizmi? Sunishtaysiz. Yaxshi. Ber turamiz aka, o'chib turib. Sizda o'y fikringizni aytib qo'ysangiz bo'ladi aka. Pechkani jandan turib. Olib ko'rasiz. Aha. Yaxshi ekan, alg'la. Ko'raylik apar. Yaxshi bizga. Aka, akalaringizga shu pechkani tanlab ketdi. Qismat bo'lsa qayerlarasizlar? Yaxshi kunlar ko'ringizlar. Pechka kirib qolgan bo'lsa, qayerlarasizlar? Assalomu alaykum, javob beringizlar. Turlar aka. Juktoylarmi? Ketganda.